Hammaga assalomu alaykum. Men Avitoda savdo qilaman va ko'chada bolalarim bilan plashatkada o'ynagan holatda 3 minut ichida tovarlarimni продажаga chiqaraman. Bugun bitta klient menga yozib qoldi. Sizda samovoz dostupnami yoki yo'qmi deb. Kelinglar shu haqida gaplashamiz va birgalikda объявлениyalarni joylaymiz. Samovoz bu nima? Samovoz sizga klient agar bormi deb so'ragan vaqtda, agarda siz Avitoda dropshipping sistemasi bilan ishlayotgan bo'lsangiz, ya'niki tovar sizda qo'lingizda nalichada bo'lmasa, siz passivchilar bilan ishlayotgan bo'lsangiz, unda siz nima deb javob berasiz? Ya'ni sizda samovoz недоступно deymiz. Chunki samovoz degani bu klient sizni uyingizga kelib, tovarni ko'rib, ma'qul kelsa xarid qiladigan sistema hisoblanadi. Bunda siz tovarlaringiz turgan skladdanmi yoki uyingizga adresingizni klientga aytasiz va klient shu manzilga kelib, tovarni ko'rib, ma'qul kelsa oladi, bo'lmasa olmay ketish imkoniyati bo'ladi. Avito dostavkada qanday? Avito dostavkada esa biz tovarni yuboramiz. Oxirgi paytlarda nimagadir ko'p punkt VDChlarda tovarlarni premerit qilishga bermayotgan emish. Sizlarda qanday? Kim Avitoda savdo qiladi? Bu haqda yozinglar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Agarda tovarda sizda punkt VDChda premerit qilish imkoniyati bo'lmasa va uni tekshirib olish imkoniyati bo'lmasa, sizlar ham dostavka bilan tovar zakaz qilgan bo'larmidingiz? Agar uyga olib ketgandan keyin kiyib ko'rsa va uni qaytarib bo'ladimi? Yo'q, albatta. Agarda klient Avitoda tovarni uyga olib ketsa va uyga olib borgandan keyin bu tovar unga yoqmasa yoki to'g'ri kelmasa, u tovarda возврат qilish imkoniyati через Avito не получится. Ya'ni bunda faqatgina siz u bilan kelishgan holatda tovaringizni qaytarib olsangiz bo'ladi yoki umuman qaytarib olmasangiz ham bo'ladi. Chunki Avitoni по правилам bo'yicha biz только работаем через Avito доставку va если bizga возврат bo'ladigan bo'lsa, только punkt VDChda просмотра o'sha tovarni ko'rish vaqtidagina возврат qilsa, bizga bu возврат qaytib keladi. Xuddi shunday, lekin ko'pchilik shu kunlarda agarda premerit qilib bo'lmasa, qanaqa biz tovarni xarid qilamiz, unda xarid qilmayman deb yozishyapti. Unga qaramasdan ham juda ham ko'p Avitoda savdo bor. Chunki hamma punkt VDChlarda ham bunaqa emas. Biz tarafdagi punkt VDChlar, masalan, Yandex yoki boshqa punkt VDChlarda premeritni joyi bor, bemalol tovarni qilib olsangiz bo'ladi. Bizda bugun havo juda ham yaxshi, ozgina shamol bo'lishiga qaramasdan havo issiqqina, bilasizlarmi? Yaqinda Rossiyada qor yog'di. Qor yoqqandan keyin endigina havolar isiy boshladi. Men esa hozir bu yerda описание yozyapman, tovar uchun описание yozyapman. Описание yozishda kopirovat qilib, oldindan tayyorlab olgan описанияларni qo'ysangiz bo'ladi, yoki ruchnoy tarzda yozsangiz ham bo'ladi. Shunaqa qilib 3 minut ichida siz ham Avitoga объявлениyalar qo'yib, bemalol продажа savdoga chiqsangiz bo'ladi. Bu tovarlarni biz hozir 3 minut ichida продажаga chiqaryapmiz. Xuddi shunday 3 minut ichida bir kunda 4-5 ta yaxshi o'rta holatlarda 10 ta объявление joylasak, bemalol sizda yaqin kunlarda продажа bo'ladi. Tovar narxi qo'yish jarayonini ham sizlarga ko'rsatib o'tdim. Shu o'rinda hamma rasxodlaringni tovarni asl summasiga qo'shasizlar va o'zlaringga qoladigan chista toza foydani ham qo'shib tovarni продажаga chiqarasizlar. Uchta bolalaringiz bilan aylanib plashatkada toza havoda gulyat qilib, shu bilan birga yana qo'shimcha daromad qilish yoki bo'lmasa o'zingiz ishlab turgan ishingizda ishlab turib yana doполнительно dohod qilish sizga